Mana spalnimizni bitta ko'ringlar. Spalning o'zida ham garderob, ham sanuzul va katta terrasasi bo'lsa, juda ham boshqacha bo'lar ekanda. Butun shaharni bitta nuqtadan tomosha qilib o'tirib, maza qilib ideya qiladigan joyga aylanar ekan. Kimga agar Sergeli tumani Yangi Darxon mahallasida 2 sotuvli podключ uchastka qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Faqatgina fasad ishlari qolgan, ichi полностью podключ holatiga keltirilgan uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Biz obzorni 2-etajdan boshladik. Bu ko'rib turganimiz kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Keyingi xonalarga keladigan bo'lsak, qaranglar, zinadan chiqishimiz bilan chap qo'lda bizda bitta katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Bu yoqda bitta bolalar yotoqxonasi, to'g'rida bitta umumiy sanuzul va bu hozirgi kattalar yotoqxonasi va yana bitta yotoqxonaga ega bo'ladi. Birinchi etajga keladigan bo'lsak, mana kirish eshigimiz bo'lyapti. O'ng qo'lda bizda katta zal, mehmonxona joylashgan. Chap qo'lda kuxnyani ko'rishimiz mumkin va bu yerda bitta yotoqxona, yonida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari uyimiz bitta podvaliga ham ega. Darvozaxonaga keladigan bo'lsak, 2-3 ta mashina bemalol sig'adi va hovlini ko'rayotgan bo'lsanglar, zelyoniy zona va letniy kuxnaga joylar tashab ketilgan. Uyimizning fasadini ko'rayotgan bo'lsanglar, 2 sotix uchun anchagina katta fasad qilingan, planirovkasi juda ham chiroyli chiqqan. Juda ham zo'r, o'zgarish metrosigacha 500 metr masofada. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilib gaplashib olsanglar.